Assalomu alaykum vatandoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizga xush keldinglar. Bugun biz doktor Mamtimin Alo apandimni ushbu programmamizga taklif qilish sharafiga erishdik. Bu programmamizga xush keldingiz. Hoş bulduk. Rahmet Cüret efendim. Endi Mamtimin Alo apandimni ko'pchilik tanishtirmasakmi, hammamiz bilamiz. Mamtimin Alo apandim uzun yillardan beri Sharqi Turkistonning mustaqillik uchun jon ko'ydirib ishlayotgan bir jangchidir. Bugun biz Mamtimin Alo apandimni bu programmaga taklif qilish orqali nurg'un bilimlarni o'rganish fursatiga erishamiz. Oldi bilan, hurmatli Mamtimin Alo apandim, siz 2017-yildan beri Uyg'urlarning kollektiv psixik holati haqida nurg'un asarlarni e'lon qildingiz. Oldi bilan so'raydiganim, sizning chet eldagi Uyg'urlarning hozirgi psixik holatiga qanday baho berishga bo'ldi deb qaraysiz? Rahmet Cüret efendim. Yana bir kıtım. Menimki bugünkü sözleşim ihtimal Şarkı Türkistan Sırgın Hükümeti'ninki uğurlaştırıştaki şu Şarkı Türkistan'ınki müstakillik yolunda izleniş programısınınki 4. kısım buludu. Birinci kısmını Gulam Kam sözlepti, ikinci kısmını Salih sözlepti, üçüncü kısmını Abdel Karacı Kam sözlepti, dördüncüsü ben keptim ben. Abdul Beşincisi, ikincisi uxmaydı ekan ben. Unda boğa vaqtda demekçi oğunum, hem de bana bir yaxşı boğa yeri menden ilgili sözlegen şu üç qarindishimizningki mustaqillik yo'limizdagi izlanishları haqidagi nurg'ulg'an qarashlari nəhayət yaxşı qarashlarni o'tirib qo'yapti. Şunu men bu yerdan takrorlamayman. Bu men uchun nəhayət yaxşı bo'ladi. Ben şunu ben özümninki şu birinci sualınızdaki kütken yer bo'yicha şu özümning o'ylaganlarim qildi markazlashiman. Agar ba'zi nuqtalarni haqiqatan ta'kidlab qo'yishga yoki qaytadan so'zlashga zarur bo'lsa, uni men shu yerda deb qo'yib turib, qataman so'zlayman yoki takrorlayman. Xo'sh. Birinci sualınızga kelsak, bu 2017'den tatip men Uyg'urlarning psixik holati to'g'risida nurg'ulg'an kitoblarni va ba'zi maqolalarni yozib kelyapman. Bu vaqtcha tilpetqa vaqtida 2017 dal Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining boshlangan vaqti ham 6 yilning yozi bu vaqtda qo'limdan kelgan imkonlar bo'yicha tirishib keldim. Meningki hozir 6 yillardan keyin, 6 yilning mobaynida va 6 yildan keyin chet eldagi Uyg'urlarningki umumyüzlik psixik holatini kuzatganlarim tövendikçe. Bu kuzatishimning natijasi ilgari elib birilgan 2 qatimliq ro'y sinash, psixik jihatga ro'y sinashdan ayon bo'lgan. Ham bu o'zimningki shaxsan kuzatishimdan ayon bo'ldi. Demak, mening bu yer so'zmoqchi o'g'lim faqat shu 6 yil jarayonida bir o'zimni kuzatganlarim, ikkinchisi 2 qatimliq ro'y sinashdan ko'rganlarim, uchinchisi shu degan vaqtda boshqalardan anglaganlarim ve ularınki yazganları qatarlıqlarını asas kılıdı. Birincisi, 6 yıl oldu, eğer bir qırğınçılık, ırqi qırğınçılık 6 yıl davamlaşsa, bir milletinin royunu asasen veren qıpılalaydı. Uyghur ırqi qırğınçılıkın davamlışı Yahudilarınki qatliamıdın mı, yani ırqi qırğınçılıkdın mı uzun oldu. Biz köydük Yahudilardan evlat ara asaret deydigan bir atalgı şu Yahudilarninki 3-cü, 4-cü evlatqı tügümegen qalb asaretinden körüldü. Bu şu ilmi cihatdan, medisina cihatdan, psixologiya cihatdan şunlarda bektilip yeni bir atalgı barlıq geldi. Yani evlat ara asaret deydigan. Yani bu 60-70 yıllık tügümevatkan bir asaret bu Yahudilardaki. Hem de bizden şunda buludu. Ama bizdeki Yahudi irqiy qirg'inchilikka o'xshamaydiganroq bir taraf bizda hozir bu qatliamni normallashtirish yoki umumyüzlik normallashtirishning qadami bir qadar tizulab ketdi. Masalan, biz dastlabki bilimiz bu qatliam yuz bergan vaqtida ahuzar qildik, namoyishlarni qildik, o'zimiz bildigan siyosiylar bilan uchrashdik, anadan guvohlik berishga qatnashdik. Ailem nerede, ata-onam nerede degan faoliyatlarga qatnashdik. Andan keyin hamda hozircha degan vaqtida hamda bu ailem nerede degan atak bu vaqtda kitob yozgan ba'zi qahramonlarningki oilasi chet elga chiqib, ular bilan jam bo'lgan holat shakllanyapti hozir. Demak, bu butunlay bir ishlarimiz
iliqi chig'iriqdan chiqib ketgan, jip chig'iriqdan chiqib ketgandek ular butunlay bir qalayimqanchilikqa tushyapmiz. Uning ustiga bo'libmi yaqinda vatanga berib keldiganlarning sonining ishiga ergashib, bizning bu irqiy qirg'inchilikni normallashtirishimizdan keyin naqadar tez, naqadar sharmandalarchi bo'lganligining bir isbot bo'ldi bu. Hamda bularni yig'ib kelgan vaqtimizda chet eldagi Uyg'urlar hozir o'zininki qirg'inchilikqa uchirganligini e'tirof qiladigan, ham uni qabul qiladigan va uni hamda ko'nglining ko'zidan, ko'nglining engidan deymizgo, enidan o'tkazib, xuddi bu ishlar bo'lmagandek onunğa parvo qilmaydigan bir jasoratni yetildiradi hozir. Az bir qismlar bu vaqtda azoblandı, ammo ko'p sondagilar bu vaqtda asosan bu o'tkaldan o'tib bo'ldi. Bu azob dengizdan uzib o'tib bo'ldi bular. Hamda bular agar fursat kelib qolsak, yana 2-turkumda, 3-turkumda, 4-chi, 5-turkumlarda vatanga berib, bizningki chet elda necha 10 yilni qilgan bu Xitoyga bo'lgan qarshiligimiz, Xitoyga bo'lgan shikoyatimiz va bizningki chet eldagi mustaqillik harakatlarimizning ko'pinchisiga qilingan bir xiyonatkarona bir harakat bo'ldi bu. Bu birinchisi. İkinci degan vaqtda chet eldagi Uyg'urlarningki siyosiy jihatda ikki qutblashishi texdimmo tizlashdi va aniqlashdi. Hamda hozir biz cho'ng jihatda elib o'tgan vaqtida Sharq Turkiston mustaqilligini qo'llaydigan o'ngchillar bilan Sharq Turkiston mustaqilligini qo'llamaydigan, uningga asirdan qarashtiradigan, uni zanglik qiladigan va bu vaqtdagi odamlarga zarba beradiganlarning bir to'pi bo'lgan solchillar iborat ikki qutb bilandik. Bu solchillarning orasida yana bu bizningki muqaddas davoyimizga satqinlik qiladigan, nurg'unlagan odamlar ham bor. Bu ikkinchi cho'ng bir yuzlanish bo'lyapti. Hamda uchinchi yuzlanish bu har qanday bir qutb ko'riladigan bir holat bu. Buni logikalik bir oqibati deyishga bo'ladi. Buni ikki qutbda o'ngchillar bilan solchillar o'rtasida yoki uzil kesil mustaqilchilar bilan Xitoylar bilan yarashish, Xitoylar bilan birga bo'lash, Xitoylar bilan birga yashash orqali o'zininki qondirib bo'lmas kasalman Xitoy oshiqligini qondiradiganlar o'rtasida joylashgan yana bir turkum odamlar bor. Men bularni o'ttirdi qolganlar ya arsaldilar deb atayman-da bularni. Bular atrafga eg'ishnimi tanlamaydi hozir, matraf eg'ishnim tanlamaydi, fursat kutyotdi. Bu nimaga o'xshaydi degan vaqtda xuddi G'ulom Kamninki birinchi qitimliq so'zida deb o'tib ketganiga o'xshaydi bu. Yani bu ishga bir so'da nuqtasidan qaraydi-da. Payda chiqsa mustaqillikqa ma'naman, adam ko'proq desa, ko'proq adam qo'llasa, buning gapi yuqoriroq chiqsa, adrik ma'naman, bo'lmasa joyimda jim turib olaman deydigan bir holat. Bu o'ttirdi turvag'ichilar, bizning nurg'ulg'an mutafakkirlarimiz degan bular ma'bus aşırı solchilliklar bizni ishimiz ziyonkashlik qilayotganligimi razil bo'ladi bular. Nima uchun degan vaqtda bular haq masalasida taraf tutmay, qasdan tarafsizlik nuqtasini tutish orqali o'zidan qo'rqinchaqligini, nomussizligini yo'shirmoqchi bo'ladi bu. Hamda bu yerda yana bir narsani qistirib o'tib ketadi. Bu o'ttirib turayotganning ichida eng echinchiqani nurg'un ziyolilar bor. Sada chiqarmayotgan, o'zininki bu ishga qatnashmayotganligini turli ushshaq-tushshaq ishlar bilan aqlayotgan bir turkum ziyolilar. Bu Uyg'ur kulturini qutqizish, she'r yozish, boshqa ishlarni qilish, bularni qilish kerak. Men qilmas kerak demayapman. Aslimlarni yozish kerak, qilish kerak. Men bularni qilish. Ammo agar bizningki mavjudligimiz chet elda puttirab turamasa, chet elda biz yo'qolsak, yozgan nimalarimiz xuddi qumga yozgandek shamolda to'ziydigan gap. Anan ekan bu ziyolildiki ko'pinchisi bir xil haq-naq tuyg'usiniki mujmalligi. Hem ularninki haq-naq masalasi kelgan vaqtda o'ttirg'i chiqmay, sukut turilishningki ko'p xil ahvollari, kasalmanlik ahvollari bizningki chet eldagi Uyg'urlarni g'oyat zo'r umidlanadi deb qarayman. Chunki biz Taki Abduxoliq Uyg'urdan tortib Uyg'ur ziyolilik tarixiga qaraydigan bo'lsak, ziyolilarni millat yetaklaydigan qo'shin deb qaraydik. Ammo hozirgi ahvolga qarasak, hatto 80-yillardagi shu bir turkum ulug' bizden çıkan ulug' ziyolilarninki izbasarlı deb qoldigan bizlarninki aşağına yolda mağamatqanligimizning o'zimi intayin nomussizlik bo'ladi bu. Andan keyin ziyolilar orasidagi ciddi masalalarga ciddi qaramaslik.
ciddi bo'lmagan narsaga esilish qatorliq nurg'un masalalar bizning xalqimiz ciddi kerakli bo'layotgan nurg'un bilimlarni, savatlarni va yetaklashlarni erishishdan iborat bir fursatni xalqimizdan mahrum qoldi deb qarash qildi. Hamda oxirgi 4-yüzyılda chet eldagi Uyg'urlardagi xo'sh, bu ishlarni Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni normallashtirdik, qutblashtirdik, o'zimiz bildigan qutbning doirasida tutdik, o'zimizning gruppasiga qarta aniq bir tanishlik bo'ldi. Shuning bilan biz boshqalarga nisbatan kimlik siyosiysi deyildi bu. Identity politics deyildi inglizchada. Shunda bo'lib biz endi hammamizning bir qashqimiz bo'ldi hozir. Mustaqilchilik gruppasiga mangadigan, avtonomiyachi yoki mustaqillik qo'llamaydiganlar boshqa bir nimada o'tirtirdiganlarning o'zi xos bo'lgan guruhlar bo'ldigan bo'lib, guruhlar o'tirisidagi munosabatda asosan bir nimelik yo'q, bog'lanish yo'q. Bu xil ahvolda ko'rilib boqmagan bir xil chechilang'uliqqa kirdik. Bu xil chechilang'uliq bizga shundoq bir psixik holat etkaldiki, ko'pinchimiz hozirgi nurg'unlagan siyosiy faoliyatlarningki kelgusiga qarata cho'ng umidli bo'lmaydigan, bu siyosiylardan cho'ng narsani kutmaydigan, siyosiy tashkilotlarga ishonmaydigan, siyosiy rahbarlarni cho'ng bilmaydigan va ularningki yetaklayotgan yo'liga mangmaydigan mana shundoq bir xil salbiy bo'lgan bir ta'sirlar yamrashga boshladi. Shuning bilan oxirgi 5-yüzyılnish buningki yana shu logikalik taraqqiyoti bo'ladi bu. Chet elda ko'pincha shu alakminlar bo'lgan yerimiz mush ekan, hamda biz singanligimiz deb o'zimiz yashayotgan jamiyatga bolalarimizni shu jamiyatga qator qo'shashga va shu jamiyatda o'ziningki binni tepishga tayaqin qiysoq bo'lgudek deydigan yerga kelyotadi nurg'unlar hozir. Bu intan echinishli bir ahvol. Demak, yig'ib kelsam bu 5 xil hozirgi holatningki umumiy bir ahvolga Türkçe'de bir gap aslında İngilizce'den kelgan bu qush qarishi bo'yicha egizdan qarasak buni bir ko'ngilsiz bir ahvolni ko'ramiz biz. Ya'ni bu yerda bir xil qaymoqush, tengirqash, arsaldilik, ümidsizlanish va oxirgi taqdirga tan berishdek hem o'zining taqdirini qabul qilishdek mana shunday salbiy omillar bor. So'zim tugadi birinchi savolga. Rahmat. Siz deganingizdek hozir 5 xil holat ekanmiz. Birisi xiyonat qilganlar, ikkinchisi ikki qutbga ayrilish, uchinchisi arsal bo'lish, arsal o'tirdi turish. Ondan keyin to'rtinchisi umidsiz holatda chechilish. Beshinchisi bo'ldi qilib, singanlarni yeb, bola tarbiyalab, chet elda yashab qolsak degan eng passiv bir holat. To'g'ri. Biz 6 yildan keyin bu holat qaytganimizning o'zida to'liq ichinishli bir ish yo'qdi. Hamda ikkinchi savol kelsak, siz va Salih Xudoyorlar Tashqi siyosat jurnalida mustaqillik Sharqiy Turkiston uchun mengildigan birdan bir yo'l degan maqolani 2021-yili ingliz tilida e'lon qildingiz. Bu yerda siz ta'kidlayotgan bu mustaqillik qarta Uyg'urlar psixik jihatda tayyormi degan savol. Bir javob bersangiz. Bu maqolaningki oq ko'rinishi kelsak, asli Salih ikkimizningki bunda bir maqola emas, hatto cho'ngroq bir kitobga tutish qilish niyatimiz bordi. O tayyorligimiz bor azroq. Shu vaqtning o'zida mush Avstraliyada yashaydigan Yexan degan bir bola Uyg'urlarga Uyg'urlar mustaqillik talab qilsa bo'lmaydi, ziyonlik, xatarlik deydigan bir mazmunliq bir maqolani ingliz tilida e'lon qilgandan keyin Tashqi siyosat jurnalida uningga qarshi bir maqola zarur bo'ldi. Shu vaqtda nurg'unlagan odamlar Yexanning kimligini bilishdan iborat g'oyat zo'r bir qizg'inlik cho'mdi. Uning kimligini topgan bo'ldi. Garchi men u balni hozir ko'rib boqmadim. U chaqda men xiyolimda bu mustaqillik degan bu ishqa agar o'zimizning ichidagi bismida qarshi tursak, Uyg'urlar bu qadar qo'murilib chiqib uning inkas bildirdiganda deb ketdim. Amaliyotda bir saxt ko'rinishli ekan bu. Hozir o'ylasam. Chunki saxta deyishimning sababi u chaqdagi qizg'inlik hozir qolsa vichad yo'q. Agar ashu Yexan ashkatni demagan bo'lsa, u biz buni yozmaydigan bo'lamdiq deymanda, o'zimdan gumonlanaman-da, boshqalardan gumonlanaman. Bir xil saxtlik ekan bu bizning mustaqillik deganlarimiz.
Bu bir. İkincisi, o makalenin yüzüge kelsek, o makale bir nişanını bekitadigan makale. Ama vastını dep birdigan makale emas. Bu sözümün ma'nosi bizdagi u kelgusida Uyg'urlarninki siyosiy yo'nalishninki nima bo'ldiganligi, nishonning nima bo'ldiganligi haqida texi 2021-yili ingliz tilida qo'rqmay o'zimizning ovozini shu dunyodagi dangliq matbuotlarning birisi bo'lgan tashqi siyosatda e'lon qilyapmiz. Bizning munqar zo'g'inimizga 49dan boshlab 70 necha yil oldi. Ama mushundaq bir maqola 70 yildan keyin yozilsa, bu adam yig'liqdek bir gap bo'ladi endi bu. Albatta, bu maqola faqat chet el ingliz tili bildiganlarga Uyg'urlarninki nimani talab qildiganligi, Uyg'urlarning siyosiy g'oyasining nima ekanligi va Uyg'urlar hozir siyosiy jihatda nimani g'oya qilib shuni bilan kurash qilayotganligidan iborat mana shu tipki bir tochka nuqtani o'ttirib qo'ydi. Ammo endi bu faqat nishonni belgilash. Bu intayin muhim. Nişanını belgilemesek o vaqtning o'zida qanchalik tirishsaqmi xato yo'lda mangamiz. Nishon nega bardaqalib aniq bo'lmasa, o mang'inimiz nolga teng bo'ladi. Nishon shu bo'lgandan keyin bu emgakninki cho'ng bir ish shu deyman. Ammo bu dahi boshlanish. Agar bizning mustaqilligimizni 100%lik bir jarayon desak, faqat 10%da. Ochqishliq, halqiliq birinchi qatam bosadigan qismini biz tamamladik deyishga bo'ladi. Ammo 90%i qanday qilish kerak? Bu mustaqillikni amalga oshirish uchun qanday qilishimiz kerak degan yerga boradi. Men bu yerda bir hikoyani qistirib o'tib ketayman. Anadaki men savolni o'zi qaytib kelaman. Bu biz vatanda Yiltiz deydigan bir televiziya programmasida ko'rgandik. Bu Amerikadagi Alex Haley'ninki o'zining essimsiga asosan yozgan Amerikadagi qulluq tüzümünü tasvirlaydigan bir kitapga asoslangan televiziya filmi Amerikaninki. Bunun da şu aynı vaqtdagi 1700-yillardagi qul savdosi boshlangan vaqtida Afrikaninki Gambiyadan Amerikaga qulluqqa tutib ekilgan Conte Kenta deydigan bir musulmon bir kartellik bor. Muşning tarixi. Amaliyotda bu Alex Haley'ninki ata boğullarının tarihi iken bu. Ama bunu özçelikle hikayelaştırıp, tokulumlaştırıp yazgan iken. Bu eserde biz kördüğünümüz hem de Conte Kenta'nınki ta ki hayatının ahırkıca özününki Afrika'dan kelgenlikinden ibaret bu kimlikini unutmay, özünün ismini mi İngilizce'ye özgertmey, bir kimlik boyunca yaşap, baş egmey ötken bir qahramonlik bir tarihi var bu eserninki. Yani yiltizni unutmaydi deydigan gapda. Hamda ma savolga kelsam, hamda chet eldagi bu Uyg'urlarninki mustaqillikdan boshqa bir tanlashi bor deb qarasak, u bo'ladi. Uni o'ylashib baqali. Gerçi bugungi bu suhbatimizning vaqt munosabatidan jiq gap qilmasakmi, agar biz Conte Kenta'dak o'zimizning nereden kelganligimizni unutmaymiz deydiganmiz, buning uchun yiltimizga qaytishimiz kerak. Yiltimizga qaytgan vaqtimizda biz bir mustamlik qilingan bir davlatdan kelgan bo'lamiz. Biz mustamlik qilingan davlatdan kelgandan keyin bu davlatninki qandoq va nemishqa va qanchalik mustamlik qilganligini bilishimiz kerak. Bularni bilgan vaqtimizda bu yerda oddiy bir savol chiqdi. Demak, bizningki butkul kimligimiz, butkul 70 necha yillik tariximizningki hammasini yig'inchoqlasak, birli gap tushadi. Ya'ni mustamlik degan gap tushadi. To'g'ri. Mustamlikdan ya qabul qilish kerak, ya buning uchun uni qarashtirish kerak. Agar qabul qilamiz desak, xuddi biz 70 yillardan beri vatandoshlar buni qabul qilib kelgandek, ahvol hozir bilan irqiy qirg'inchiliklar oxirlashdi. Ya qabul qilmaymiz deb Conte Kentaga o'xshash har qanday bir marhamatni, aqtallikning marhamati va jazosini qabul qilmayman deb yashasak, o vaqtning o'zida meylimini o'ltarsangmi, ya menga boshqa shakldagi ziyonkashlik qilsangmi, mustaqil bo'lganim bo'lgan desak, bu vaqtning o'zida biz yiltizni saqlab qola olamiz. Bizning yiltizimiz vatandan qo'mirilib chet elga chiqdik-ku. Bu yerda yiltiz sotishga chirishyapmiz-ku. Bu yiltizning xosiyatida bolalarimiz yiltiz torta oladi. Agar bizda bu bir mustaqillik degan bir hukm bo'lmasa, bizningki orqamizmi qorong'uldi, oldimizmi qorong'ul. Texidan muhimi ostimiz qorong'ul. Ya'ni bizda bir yiltiz bo'lmagan bo'ldi bu yerda.
Bu qo'rqinchli bir ahvol. Mustaqillik degan gap noqulaldagi bir siyosiy shuvar emas. To'g'ri. Mana men ta'kidlab qo'yay. Mustaqillik bizningki madaniyat mavjudligimizningki asosi bo'ladi. Agar mustaqillik degan bir gap bo'lmaydi ekan, bizning mavjudligimiz tiz arda vayron bo'ladi. Men bir gapni deb qo'yay. Agar biz mustaqillikdan sirt har qanday bir shaklda mayli vatanda bo'lsin, mayli chet elda bo'lsin, mavjudlab turimiz deyotganimiz hammasi ham xiyol bo'ladi. Ehtimal biz mustaqil bo'lolmasligimiz mumkin. Bu savol men kutaman. Chunki nurg'unlar nimanga mustaqil bo'lsa, u bu deb xuddi bu mustaqillik meningdekla yoki bir turkum odamligidek, ya u erkin bo'lib ketib bizni so'roq qilayotgandek bir maskinlik ahvol bor Uyg'urlarning ichida. Bu normal bir kalla tushunmaydi buni. Bularningki mustaqillik deyotgan odamlar bo'lgan zarxandligini men tushunmayman. Psixik jihatdan tushunmayman buni. Kasallik deyishdan boshqa demaslikdan boshqa amalim yo'q buningga. Chunki sen nerede erkin bo'lib ketib, qaysi erkinlikni ta'min etib meni ayblayapsan degim keladi-da. Sen mi o'xshash bir mustamlaka uchirg'uchi yoki serkatni qilsam sen bir qo'l. To'g'ri. Qo'lni masala qilish huquqi yo'q. Hammamiz o'xshash. Buning uchun biz uyushishdan boshqa amalimiz yo'q. Yani gapim qaytib kelsam, mustaqillik birinchisi bizga kultural jihatdagi aman qilishni ta'minlaydi. Ikkinchisi psixik jihatda mustaqillik bo'lmasa psixik jihatda uyushamaymiz. Nimaga uyushimiz masalan biz chet elda? Uyg'urlikdan uyushimiz. Bu to'g'ri. Muhim bir kimlik, ulug' bir kimlik bu. Men inkor qilmayman. Ammo bu kimlikninki mavjudlab turish uchun yana bir zimin bo'lish kerak. Bunu bir ruh desek, bunun bir ten gerek bo'ladi. Bu ten vatan bo'ladi. Muqaddas bir vatan bizning vatanimiz bo'ladi bu. To'g'ri. Vatan bo'lmaydi, to'g'ri. Bu ikki narsa bo'lmasa, kultural aman qilishlar psixik jihatdagi o'zaro uyushchanlik bo'lmasa, bizningki kelgusidagi nurg'un ishlarimiz bu gapni deb o'tirishning hojati yo'q bu vaqtning o'zida. Bu bizningki haliqi mavjudligimizning hech qimmat qolmagan bo'ladi. Shunga haliqi gapimni yig'sam hamda bu mustaqillik degan gapning o'zi cho'qim siyosiy jihatda Xitoyni qurollar yoki boshqa bir bilan qilaman deganlikni bildirmaydi. Men uni yana azroq so'zlayman kerak bu nuqtada. Bu faqat oldi bilan bizningki Konte Kintaga o'xshash qul qilingan bo'lsa-mu, ammo o'zining hur odam ekanligini unutmaydigan bir ruhni berdi. Qul qilingan bo'lsa-mu, o'zininki qul emasligini biladigan va buning uchun kurash qiladigan bir jasoratni bizga bag'ishlaydi. Konte Kinta qulluqdan qutulanmaydi. Oxirgi qulluqda o'ladi. Ammo u beshini tik tutib o'ladi. Ro'yini tushmay turib o'ladi. Vijdonini dafsanda qilmay turib o'ladi. Bu insonning qimmati bu. Sen qulluq mustaqillikni ololmasangmi, mustaqillik, erkinlik deb to'lab o'lsang, bu hayot, bu o'lim eng sharafli, eng ulug'vor bir o'lim bo'ladi. Çünkü bu mustaqillikka atalgan bir hayotning oxirlash nuqtasi edi. Buningda ortiq bir hayot olmaydi ki bu dunyoda. Ama buni kallamizda buni his qilamasak, ham buning uchun dasturib buning sharafini qilamasak, sharafsiz yashagan bo'lamiz biz. Bu jihatda bizning hayotimizning cho'ng bir nimiz qolmaydi. Meni bu savolga beradigan javobim shu. To'g'ri. To'g'rimi? Yaxshi javob bo'ldi. Ba'zilarninki siyosatga aralashmay turib Uyg'ur kulturini qutqizamiz deb atalmış bir guruhlarni qurib bir ishlarni qilishigini to'limi qiziqarli ekan bu nuqtadan aytganda. Hamda uchinchi savolimizga kelsak, sizningcha dunyo vaziyati, jumladan g'arbning vaziyati, Sharqiy Turkiston mustaqilligiga foydalikmi? Bu vaqtda yaqinda bugungi g'arb dunyosi degan 10 qismliq YouTube leksiyalarni ochdingiz, shuni asoslanib so'zlab boqsangiz. Meningki yaqinda YouTube so'zlagan leksiyasimning temasi xuddi siz obayda o'tib ketgandek bugungi g'arb dunyosi. Men buningda bugungi g'arb dunyosidagi asosliq ideologiyalik yuzlanishlar to'g'risida qisqacha ma'lumot berishni maqsad qildim. Buningdagi kultural marksizm nəhayət mühim o'rin turadigan bir atalg'u. Buningdan turinib chiqiladigan atalg'ular yoki buni munosabatli bo'lgan atalg'ular feminizm bo'ladi, tanqidiy irq nazariyasi, hattoki yaqinda avjilayotgan suiqasd nazariyasi qatorliqlar. Endi buningda men Amerikani markaz qildim. Amerikada garchi men hozir o'zim fiziklik jihatda yashamayotgan bo'lsam-mu, sizlarga o'xshash, ammo jiroqdan kuzatib kelyapman Amerikani. Chunki biz
Cüret esinizde ba biz vatandaki vaqtimizda kallamızda bir aqlan qaradan bir rayon vardı. Qara rayon Xitoyda iborat bir mustabid davlatda, oq rayon Amerikada. Qarının butunlay aksicha aqlati oqning aks qarulati. Biz qardan oqqa talpinatdik, intilatdik, erkinlikni izlab. Shu sababdan misal Amerikaga chiqdinglar. Ama Amerikaga chiqib bo'lgandan keyin ham biz chet elda Amerikaga shu burunqi talpinishimizda yashayotgan vaqtimizda Amerikadagi yaqinqi o'zgarishlar bizni haqiqatan, shaxsan meni haqiqatan xavotirlantirdi. Ya'ni ansiratdi meni. Shuning bilan bu temani so'zlab keldim. Hamda G'arbni kelsak, G'arb xuddi Uyg'urlarning ahvoliga o'xshab ketadi bir yeri, ya'ni G'arb qutblashyotadi. Bu degani G'arbda hozir mustabid kuchlar bilan erkin kuchlar o'rtasidagi bölünüş, qutblashish bag'ansi aniqlashyotadi. Amerika bilan Yevropa bir tarafda qoldi. Bu Xitoy, Rossiya qatorliqlar hamda hozirgi xich davlatlar yoki BRICS davlatlari bu 5 davlatninki qisqartirilmasi inglizchadagi, ya'ni buning ichida Braziliya va Rossiya va Xitoy va Janubiy Afrika va Hindiston va 5 davlat bor. Bularninki cho'ng bir maqsadi Amerikanınki hükümranlıqdaki bir kutupluq dünya tertibini buzub, köp kutupluq dünya yoki ikki kutupluq dünya tertibini barliq ekilish. Buningdagi eng cho'ng iqtisodiy bir strategiya xalqarалық savdoni bo'lib mushlarga tava bo'lgan savdoni dollarsizlashtirish. Buni inglizcha ismi chiqib bo'ldi, hozir dollarsizlashtirish degan gap chiqib bo'ldi. Bular o'zaro shu bir-biridan qilishadigan savdolarda cümlede energiya savdolarida hozir o'zining pullarini ishlatishga boshladi, dollar siqib chiqarib. Demak, bu Amerikaningki dunyodagi hukmronlikqa bo'lib iqtisodiy jihatdan desteklangan hukmronligiga g'oyat zo'r hirsab keladi. Ikkinchisi, biz hozir shu Ukrainadagi urushni ko'ryapmiz. Ukrainadagi urushda ilgari biz Rossiyani alsirab ketdi, atilla vayron bo'ladi degan hikoyani anglaydik. Hamda hozir bu hikoyaninki niyati qo'rqinchli va biz ilgari bilmagan yuzlarni G'arbda mayli oshkor bo'lsin yoki oshkor bo'lsin, bir xillik suiqasd natijasi shaklida bo'lsin, o'tirg'i chiqyapti hamda. Mayli bu suiqasd natijasidan qanchalik o'tirib tursin, demak dunyoninki ikki qutb bo'lib, Amerika yetakchiligidagi G'arb bilan Xitoy va Rossiya yetakchiligidagi sharq yoki G'arb qarshi kuchlar o'tirisidagi bu to'qinish bag'ansiri avjilyotadi. Bu jihatda ilib etgan vaqtida men bu yerda bizningki mustaqilligimizga bir fursat yaratilishi mumkin deb o'ylayman. Chunki dunyo agar bundoq bir to'qinishga kirmasa, bu yerda ikki xil kuch o'tirish to'qinish bo'lmay qolib qolsa, bizning masalamiz unutilib ketadi. Hozir unutilyotadi. Bu nimaga o'xshaydi degan vaqtda yangi sovuq munosabatlar urushiga o'xshaydi hozir. Buningda ilgirki sovuq munosabatlar urushi ideologiyalik bo'lgan bo'lsa, ya'ni kommunizm bilan kapitalizm o'tirishga to'qinish bo'lgan bo'lsa, hozirgisi hamda ideologiyadan ko'ra bu harbiy jihatdagi, texnik jihatdagi, iqtisod jihatdagi dunyoni zo'migarlik qilish birni ko'zlagan bir xil qutblish holatini ko'rsatdi. Mayli qaysi xil shaklda bo'lsin, men bu yerda dunyoninki manda tinch to'g'indan qutublashib krizisga patqani Uyg'urlar uchun ma'lum bir fursat yaratadi deb qarayman. Lekin uchinchisi, Xitoyning hozir ahvoli intayin og'ir. Uni ko'ryapmiz. Men bu jiq to'xtalmay, Xitoyning o'yinlik savdosi asosan vayron bo'lish girdobiga kelyapti. Xitoydagi chet elning shirkatlari turkumlab Xitoydan chiqib ketadi qatorliqlar. Xitoyningki Shimoliy Koreyaga o'xshab qilish ehtimolligi bag'ansir oshadi. Shuning bilan bir vaqtda Xitoyning dunyoga keltirgan tahdidi teqdim oshadi. Chunki Xitoy o'zining ichidagi masalalarni hal qilolmagan vaqtda tashqi jihatdan bir dushman izlaydi yoki tashqi jihatdan bir ig'vogarchilik yaratadi. Bu Mao Zedong davrida shunday bo'lgan va boshqa davrda shunday bo'lgan. Bu ham bu Xi Jinpingning iborat bu qonxo'rning davrida shunday bo'ladi. Bu gapdan deyishimning sababi Xitoy bilan Tayvanning o'ttirsidagi urush ehtimolligi burunqidan eshishi mumkin. Chunki Xi Jinping bo'lgan iqtisod ojizlasa, Xi Jinping bo'lgan ichki jihatdagi qarshilik kuchi oshadi. Buningda bu kuchni boshqa yoq burash orqali o'zi keladigan besimni yengillatmoqchi bo'ladi bu. Shuning bilan Tayvan bilan bo'lgan to'qinish bo'lib qilish ehtimolligi munoyati yoki Yaponiya bilan yoki boshqalar bilanda bu ham biz uchun bir fursat yaratishi mumkin. Hamda
Mayli qandaqlı olsun, bu yerdagi eng muhim bir masala biz har vaqt o'zimizni chet elda yuz berish ehtimolligi bo'lgan mushkil to'qinishlarga va bu to'qinishlarning oqibatlariga atishimiz kerak. Hem buningdagi eng asosiy narsa hech zaman o'zimizningki mustaqilligimizga bo'lgan irodamizni bo'shashtirib qo'yishga va sepimizni shalanglashtirib qo'yishga bo'lmaydi. Dünya biz o'ylamagan darajada taraqqiy qilyapti, ham o'ylamagan darajada o'zgaryapti. Masalan, Amerikaga kelsak, bu Amerikaning hozirgi ahvoli intayin ichinishlik. Bu ham bizning mustaqilligimizga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bunda deyishimning sababi hozir ba'zi tadqiqotchilar, tahlilchilarningki qarashlariga asoslagan vaqtda Amerikaning eng chong dushmani ishidan keladi, ya ishidan kelyapti deyilyapti. Yani bu kültürel marksizm kısımları deymiz, yoki chekdan oshgan solchillarningki kuchları deymiz. Anadaki Amerika'nın ichki iqtisodningki kasatlashishi, Amerika'ningki chegaralarning ichib o'tilishi, asosan bo'sh qilishi, Amerika'ningki harbiy qismlaridagi ichki jihatga buzilgan to'qinishlar, Amerikaning istixborot sohasidagi zo'ravonliklar qatorliqlar xalqning bag'antiga diqqatiga kelib, xalqningki hukumat bo'lgan ishonchning nisbati bak tuvanlab ketadi Amerikada hozir. Anadagi texnoma muhimi kelar yili Amerikada saylam bo'ldi. Bu saylam Amerika tarixidagi emas, balki dunyo tarixidagi eng muhim va burilish xarakterli bir saylam bo'lishi mumkin. Bunda deyishimning sababi Amerika mushtalamda ya aman qoladi, ya vayron bo'ladi. Ham bu bizga g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatdi bu. Şuna mayli qanda bo'lsin, gapimni yig'sam, dunyo vaziyatini har yaqindan kuzatib, uni o'rganib, buning uchun o'zimizni strategiya tarafdan va boshqa tarafdan yetildirib shuni tayyor qilmasak bo'lmaydi. Bugun dunyo bizga boqmasa, erta beqib qilish mumkin. Bizga ish chaqirib emas, balki o'zining ehtiyoji tushganda bizga beqishi mumkin. Shuna buningdan umidimizni uzsak bo'lmaydi. Hozirgi ahvolda bu beqishning ehtimolligi texdan yuqori bo'ladi deb qarayman. Chunki qutblashgan vaqtida bir taraf cho'qim, bir taraf yengiman deydi. O vaqtda har ikki taraf vasitallamaydigan bo'ladi. Shu vaqtning o'zida ehtimol biz bir vasitaga yarab qilishimiz mumkin. Buni ehtimollik burunqidan cho'ng bo'ladi hozir. Bu savolga so'zim tugadi. To'g'ri, rahmat. Bu biz bir vasita bo'lib qolsak, bizga bir shunday talay kelib qolsa deb hammamiz o'ylaymiz. Haqiqatan siz degandek bu dunyo shiddat bilan o'zgaradi. Biz o'ylanishga, kuzatishga ulgurmayapmiz. Masalan, pandemiya bo'ldi dedik, orqadan saylan bo'ldi dedik. Biz o'ylab boqmagan, ko'rib boqmagan, xiyol qilib boqmagan ishlar Amerikada yuz berdi. Hozir texnik shiddat bilan o'zgaradi bu ishlar. Endi mushundaq bir o'zgarishlar bizga bir fursat kelib qolsa ajib emas. Endi bizning 4-savolimiz biz endi kelgusi to'g'ri so'zlashimiz. Chet eldagi siyosiy kurashning kelgusiga qanday qaraysiz? Siyosiy kelgusimiz bekla xatarlik avvalda men o'zimni aldashni xohlamayman. Ham boshqalarni aldashni xohlamayman. Bu abayda deb o'tib ketganimdek xalqimizningki ko'p qismida yoki chet eldagi muhojiratdagi Uyg'urlarning ko'p qismida siyosatdan seskinish bir hodisa kelib chiqdi. Chunki bizning siyosiy yo'llarimiz degan shu va'dalarda yoki bizga berilgan shu va'dalarni o'rinlayapmidi. Bu qadar zo'r qirg'inchilik bo'lgan vaqtimizda u yetakchilik yaxshi bo'lmadi. Biz chet elda u chet aqtallik bilan bu seriqchashlik bilan uning bilan buning bilan rasmga tushilishni siyosatda xalqimizning ko'ziga ko'rsatdik. To'g'ri, uni qilish kerak, men qilish kerak emas demayman. Ama eng muhimi mas'abni o'zimizning sepini chingdash, o'zimizning sepini umumyuzlik birlikka keltirish kerakdi. Buni qilolmadik hech qaysimiz. Bu jihatda ilib etgan vaqtida siyosatdan seskinish, eng og'ir siyosatdan chekinishni keltirib chiqardi. Hozir bu sapda az sondagi odamlarning qolganligini men ko'ryapman. Bu ichinchi ahvol bu. Bu osonlik odamlarning yana bir ichinchi tarafi bu ilgirdan tatib bu ishni qilayotganlarning sonining ozlab ketishi mayli bu turib tursin. Yangidan yetishib chiqayotganlarning bu sapni g'o'ldatishimi, avutishimi ko'ngildagidek emas. Bo'pti, bizg'o 50 kirdik deydiganimizni deb o'zimizning gapini takrorlaydigan holatga qoldik deyli.
Ama yeni balla bizden mi özgüçe, bizni inkar kıldıgan, bizden alqıp ketadigan gaplarni qilish kerakdi. Men bunda ballarni ko'p ko'rmadim. Bu jihatda meni qattiq ansirayman menda. Ya'ni bir siyosiy saskinish, siyosiy bir uyushchanlikninki aslida ojiz uyushchanlikni vayron qilib atadi. Bu meningki birinchi ansiraydigan tarafim. Ikkinchi ansiraydigan tarafim bu vaqtning o'zida de asosan Uyg'urlardagi umumiyda ko'rilayotgan bir siyosiy jihatdan ümidsizlik bor. Seskinishga o'xshab ketadi, lekin ümidsizlik sal unga o'xshamaydi. Bunda deyishimning sababi xalqimizga berilayotgan umid asosan ojizlab ketadi. Bu Uyg'urlarning o'zlariga kurashib bo'lmaydi buni, dunyodan kurashkim kerak buni. Bunda deyishimning sababi garchi Uyg'ur irqiy qirg'inchilik nurg'un davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan g'ayri rasmiy yoki rasmiy shaklda e'tirof qilingan bo'lsa-mu, bu haqda ularningki ishlagan xizmatlari intayin az, yo'q deyarlik. Oddiy misol desam, hech qaysi bir davlat nuqtasidan turib Uyg'urlar haqida qarorga turib tursin, bir qutqizish fondlari yoki bir cho'ngroq bir projelarni yaratib Uyg'urlarga yordam berishni qilmadi. Demak, buncha ishni qilmagan davlatlardan yomon cho'ngishni kutqilmaydi-ku. Bu faqat og'izdan ushidek gaplar olib qolgan nurg'un davlatlarda. Bumi xalqimizningki ümidsizlik keltirib chiqargan bir. Buni sal qarsak bo'lmaydi. Chunki bizda inson bola sifatimiz bilan shunday bir nativan sadda bir qarash bo'lganki, zulmga uchirg'uchininki zulmini dunyo so'raydi deydi. Bu yerda bir abstrakt bir dunyo bor ekanligimizda, adolatni yoqmaydigan bir dunyo bor. Buning tegida nima bor desangiz, adolatning cho'qim rezillik ustidan g'alaba qiladigan bir ishinish bor. Bu bizning ishonishimiz emas, balki bu insoniyatning ishonishi. Ama onu ko'ryapmizki, bu dunyoninki biz o'ylab bakmagan derece rezillikini his qildik da biz. Bu jihatda bizda psixologik jihatda tayyorlik bo'lmagan Uyg'urlarda. Dunyoning bu qadar qabihligi va bu qadar rezilligini biz o'ylamagan. Faqat yig'ilsaqlar bizning og'zimizga bir yerdan bir emchak selenadi-ku deb o'ylagandik, ammo unda bo'lmadi. Unda bo'lmadilar emas, balki mayli g'arb davlatlari bo'lsin, mayli Türk davlatlari bo'lsin, mayli musulmon davlatlari bo'lsin, hammasi eziqib ketmey bizni aqımaqa sattı. Közümüzge köstürüp sattı. Bu xalqimizningki ümit enga nayt zor ta'sir ko'rsatdi. Bu mening demoqchi bo'lgan ikkinchi gapim. Uchinchi gapim chu degan vaqtda uni abay deb o'tib ketdim. Tapriqchilik eg'irlab ketdi. Siyosiy jihatdagi tapriqchilik eg'irlashib ketdi. Hatta coğrafiyalik jihatdagi, masalan, Turkiyada yashaydiganlardagi bir xil zihniyat bo'ladigan, boshqa yashaydiganlar boshqa zihniyat bo'ladigan, ingliz tilli davlatlar yashaydiganlar bir xil zihniyat bo'ladigan, ingliz tilli emas davlatlar bu oldini og'il bo'lmaydigan bir masala bu rayonlik, bu tapriqchilik yoki og'irlab ketish. Hattoki biz shu Sovetda yashaydigan Uyg'urlar deydik-ku kichik vaqtlarimizda. Shu Uyg'urlar bizning Uyg'urlar o'tirishga psixik jihatdagi farqning cho'ngligini keyin his qilib cho'chib ketgan-ku biz bir qo'shni yashayotgan davlat o'tirishga. O shunda bo'ladi bu. Ammo bu tapriqchilik bizdek ojiz ham ümidsizlanayotgan bir millatning immunitet kuchini bayron qiladi hamda bu. Bu tapriqchilik hozir. Hamda bu tapriqchilikni birlik keltiradigan na diniy bir güç yok, ne bir ziyalilik bir güç yok, ne bir siyasi bir güç yok bizde. Demek hemimiz hazır özümüz bilgen yolda meňebatymyz. Mana muşunun okşaş bir söhbetlerning boluşu men için nayt zor. Gerçi biz bunun da bir alemşumul bir näselerini, netijelerini kazanamysakmı, ama muşunun özü bizninki ruhimizning ölmegenliginin bir ispat oldu. Bu kadar tüven urungu düşüyotymyz hazır. Demek çakırık kılış güçümüz bek acizlap ketadi. Jygyp kelsem biz hem buruluş noktası turvatımız. Bu bizden hazırki muşu psik cihat men abay dep ötep ketken Ovoz chiqmay qoldi. Ovoz chiqmay qoldi menimcha. Operasyon bu. Bizden bunda veyran buluşumuzdan hemmisi de. Demek muş nokta elip etken vaktimizde kallımızı silkimirsek biz şu Xitay degen şu planga, Xitay bizge tüzüp bergen şu tozak düşüşümüz. Xitayning tüzgen şu planga maslaşkan bolumuz özümüz. Bunundaki bir yol
Ahirgi gepim hamda bu bugungi men boshqa savol bo'lib qolsa javob beraman. Maydonni aniq qilingan. O'ttirda turilish intar rezillik, numussizlikni bildirdi. Ya atraf bo'l, ya matraf bo'l deyman. To'g'ri. Ondan uchinchisi oxirgi qitimliq chaqiriqlarning birisi bo'ladi bu Uyg'urlarningki o'qimishliklari, kattillari, yurt kattalarında rayonlik kattalar bo'lamda, nimalar bo'lmasa, yana bir yerga kelishini oxirgi qitim men nima qilaman, o'tinaman. Agar bu ishlar bo'lmay qolib qolsa, hammamiz o'zimizning yo'ldan mangsak, bizningki tangli ata quyruqimizda qum bosadi. Bu meni intayin ansirdi meni. Hozir men ansirmaydigan, meni xo'shal qildigan omillar intayin az hozir. Men bugun xalqimizning ro'yining bek uchib ketmaslik uchun texi bu men ansirayotgan omillarning eng ig'ir bolalarning ig'irlik darajasini azroq ustiga ko'tarib sal ijobiyroq qilib so'zladim. Bo'lmasa ahvolimiz bek barbod. Odamning yuragi yig'laydi bu ahvolimizdan hozir. Shunga men mushundaq shakldagi suhbatlarninki texidimi ko'p bo'lishini, texidimi ko'p qarindoshlarimizninki bu suhbatlarga va bu suhbat deyilgan gaplarga ovoz qo'shishni, uni o'ylab beqishni va shu o'ylaganlarni o'zining bir harakatida ko'rsatishni umid qilaman. Oxirsida Sharq Turkiston sirgun hukumatiningki bu qitimliq bir yurish suhbat programmani uyushtirganligiga ko'p rahmat aytaman. Buning ijobiy unumi menimcha nihoyatda bek yuqorilab ketmasmi, ammo hozirgidek turg'unlik, tushkunlik, umidsizlik ahvolida muhim bir tashlangan muhim bir qadam deb qarayman. Sözüm tugadi. Rahmat. Bekmi yaxshi so'zlab berdingiz. Kelgusi to'g'risida gap qilgandan keyin odam texim umidsizlanib ketar ekan, lekin sizningki shu Uyg'ur qatlami degan kitobingizning eng oxirgi bo'limiga tushgan gap bilan bu ko'rinmanlar bilan bir bo'lak so'zni hamkorlashiman. Nihoyat yarlandik, qirildik, ig'ir yo'qotishga duchor bo'ldik. Ammo yengilmaymiz. Yengilmaslik uchun oxirigacha chidamlik bilan ilishimiz. Hayotlik uchun, kelgusimiz uchun va kelgusini yo'qotgan ashu qarindoshlarimiz uchun yashaymiz. Siz mushtat tushirib ekansiz, sizga ko'p rahmat. Oydan beri so'zlab berganlaringizning hammasi shunda esil gap bo'ldi. Biz ko'k bayroqdan ayrilgan kuni, vatan aqidasidan ayrilgan kuni bizning tükkan kunimiz. To'g'ri. Shunga bu yo'ldan mang'inimiz, bizning aqidamiz, bizning dinimiz, bizning hamma narsamiz. Bizga boshqa tanlash yo'q. Rahmat. Kelar qatimliq programmamiz o'z vaqtida bo'ldi, to'rda e'lon bo'ldi. Hammanglarning mash vaqti xayrli bo'lsin. Xo'sh. Rahmat. Rahmat.